أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bugün sözleydiğin dersimiz İslam dinimizdeki sözleşinin edepleri. İslam dinimizde sözleşinin edepleri qaysilar? Biz bu mezmunda günümüz. Yine hemimiz sözleyelaymiz. Şundaq bu tilimiz Allah'ın bizge bergen naaytımı kıymetlik bolgan bir hediyesi. Yani biz bu tilimiz bilen kalbimizde nemin oylagan bolsak şunu diyelaymiz. Şundaq muşu til arqılıq biz qanday qatnazı derslarni qıvatımız. Bu til naaytımı muhim bolgan bir narsa. Yani bu tilimiz bilen biz yaxşı gaplarni qilish arqılıq birden de başkalarınınki köngül tutalaymiz. Şundaq bu tilimiz bilen birden başkalarını hoş qila alaymiz. Yani bu tilimiz bilen kichkina bir yomon gapni qilib qo'yish bilan başkalarının köngülünü renjita alaymiz. Yani bu til ajoyib bir qudratli bir narsa. Yani bu til bizning martabamizni naaytımı yuqori qila olaydi. Yani güzel sözlerimiz bilen bizni izzat hurmatga ega qila olaydi. Endi bu tilchi bizni naaytım osal ahvolga tushirib qo'ya olaydi. Yani bizning martabamizni de darhol tushirib, yani dunyo oxiratda bizni naaytımı ojiz holatga tushirib qo'ya olaydi. Yani xor holatga keltirib qo'ya olaydi. Bu til naaytımı muhim bo'lgan bir narsa. Endi bu tilimiz orqali biz qanday qilganchig'imizda dünya oxiratda izzat hurmatga erishadigan shunday yuqori martabali kishilarga erisha olamiz. Bu temada biz bugün ders qilamiz. Yani İslam dinimizde bizga Alloh taolo Qur'on Karimda va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadislar orqali bizga qanday so'zlashning lozimligini o'rgatgan. Yani qanday so'zlasak bizning so'zimiz aytimi go'zal bo'ladi. Başqalar bu sözümüz arqılıq bizden hoş buludu. Qanday qilib bu tilimiz arqılıq biz dünya oxiratda bir Allah'ın razılığına erişe alaymiz degan temada biz ders so'zlab boqaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan, mana hadisning arabchasini keltirdim, uyg'urcha tarjimasini yozib bo'lmay qoldi. Men sizlarga tushuntirib qo'yay. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: bir kishi bir so'zni qiladi deydi. Bir kishi bir so'zni qiladi. Bu so'z bilan, ya'ni Alloh taoloning roziligiga erishadi deydi. Bir og'iz bir gapni qilamiz, shunda Alloh taoloning roziligiga erishamiz. Ammo lekin bu so'zimiz bilan Alloh taoloning roziligiga erishib, unchalik savob erishib ketaman deb hargiz unda o'ylamaymiz deydi. Bir so'zimizni qilamiz, nihoyatda go'zal bir so'z. Bu sözde Allah Teala bizden razı buludu. Lekin biz bu sözde onçalik bir Allah'ın razı eriştiğin sözdü. Onçalik sahip erişemen dep oylamaymiz o sözümüzden. Ama Allah Teala şu sözümüzün sebebiyle kıyamet günügece özünün razılığını yazılı deydi. Kıyamet günügece bu sözümüzün razı olduğunu yazıp ediyor deydi. Yine bir sözünü kılıdı bir insan deydi, bir kişi bir sözünü kılıdı. Bu sözle Allah Teala'nın gazıbı erişir deydi. Allah Teala bu söz sebebiyle bu kişiye gazap kılıdı. Bu kişi oylaydı ki bu kişiye bir gapni qilib qo'ydim men buni bilan Allah Teala meni bunchalar bir gazaplanib, bunchalar bir gunohlarni yezib etmas deb o'ylaydi. Buncha hargiz unda o'ylab boqmaydi. Yani bu sözün oqibatini qat'iy o'ylab boqmaydi. Lekin Allah Teala shu so'z bilan toki qiyomat kunigacha o kishining ustiga bo'lgan g'azabini yezib o'tadi deydi. G'azabini yezib o'tadi deydi. Yani bu söz nəhayət mühim. Yani bir sözümüz ya bizni Allah'ın razılığına eriştirdi, ya Allah'ın gazabına eriştirdi. Şunlaşqana qilamiz, her bir sözümüzge diqqat qilishimiz kerak. Bu sözümüz bilan biz hesap beramiz. Yani farishtalarning hammasi bizning qilgan her bir sözümüzni yezib turdi. Mushu sözümüzün qiyomat kuni hesap beramiz. Allah Taala Isra surasining 3-oyatida mundaq deydi: "Ve qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan" deydi. Degeni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bendelerimge degen. Nime degen? Yaqulu allati hiya ahsan. En güzel sözünü qılınma degen deydi. En güzel sözlerini qılınma. Yani yaman sözünü qılmanglar, en güzel sözlerini qılınlar degen bendelerimge deydi. Yani Allah Teala bizge şuna buyuruyordu. Yani bizni güzel sözlerini qilishga buyuruyordu.
Yana bu hadisni ko'rib boqaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kishilar so'rabdi, sahobalari: "Ey Rasululloh, mush eng fazilatli kishi kim?" deb so'rabdi. Eng fazilatli bo'lgan kishi kim deb so'raganchada Rasululloh bunday deb javob bergan: "Tili va qo'li bilan musulmonlarga ziyon yetkazmagan kishi" deb javob berdi. Tili bilan qaranglarmish, tili bilan va qo'li bilan musulmonlarga ziyon yetkazmagan kishidir degan. İnsan til orqali boshqalarga ziyon yetkazalamdi? Albatta yetkazalaydi. Qo'l orqali yetkazalamdi? Yetkazalaydi. Yine bir hadisda musulmon degan boshqalar uning tili va qo'lidan amin bo'lgan kishidir deb yana bir hadis bor. Ya'ni musulmon degan qanday kishi? U kishiningki tilidan va qo'lidan boshqalar amin bo'lsa, bu kishi musulmon degan. Magapning ma'nosini tushundinglarmi? Ya'ni boshqalar bizning tilimizden hem qo'limizdan amin bo'lolmay qolib qolsa, ansirab qolsa, o kishi menga til orqali ziyon yetkazib qoladimi? O kishi menga qo'l orqali ziyon yetkazib qoladimi deb bizni ansirab qolsa, biz musulmon bo'la olmaydi ekanmiz, musulmon bo'la olmaydi ekanmiz. Ya'ni biz boshqalarga tilimiz bilan va qo'limiz bilan aminlik bera oladigan, boshqani xotirjam qila oladigan kishi bo'lgan vaqtimizda biz haqiqiy musulmon bo'ldik ekanmiz. Yana Alloh taolo bir hadisda bunday degan: Kimiki mana shu ikki kalpik orasidagi til orqali iffat va nomusini saqlashga va'da bersa, men uningga jannatni va'da beraman degan. Mush tilimizni saqlay olib qolsak, mush tilimizni yomon ishdan saqlay olib qolsak, Alloh taolo bizga jannatni va'da qildi. Ya'ni bu hadislardan, bu oyatlardan ko'ramizki, bu til nihoyat muhim narsa. Bu til bizni ya jannatga kirgizdi, ya do'zaxga kirgizdi. Yani bizdeki cennet kirişimiz mi tilimiz sabit bo'lishi mumkin. Do'zax kirib qilishimiz mi yana shu tilimizning sababi bilan qilishi mumkin. Shunlashqa biz bugungi darsimizda shu so'zlashniki adablari qaysilar ekan? Rasululloh bizga nimalarni o'rgatibdi? So'zigani nimalarga diqqat qildik ekanmiz? Shularni o'rganishimiz nihoyatda zarur bo'lgan bir masala. Endi ko'rib boqaylik so'zlashniki adablariga. Birinchisi, yaxshi so'z qilish yoki shuk turish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mau hadisni qaysini o'qib boqsizlar hadisni? Men Bismillahirrahmanirrahim. Lutfullah. Lutfullah o'qing. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam akhirni o'qing. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Kimki Allah'a ve ahiret günüge iman etibdigan yaxshi so'z qilsin yoki shuk tursin. Maşallah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yani şu hadisni o'rgansaklar bizni boshqa biz o'rganish qilmoqchi hayotimiz tushmaydigan darajada nihoyatda cho'nqur ma'noga bir hadis bu. Rasululloh nimabdi? Kimiki Allohga ishonsa ve ahiret günüge ishonsa, yani Allohga ve ahiret günüge kimki iymon etsa, nima qilsin debdi? Yaxshi so'zni qilsin. Yaxshi so'zni qilsin, yoki bo'lmasa yaxshi so'zni qilolmay qolib qolsa-chi, yaqinma jim tursin, shuk tursin debdi. Bu hadisdan bilimiz, biz gap qilsak chuqur yaxshi so'zni qilishimiz kerak ekan. Agar yaxshi so'zni qilolmay qolib qolsak-chi, jim tursak bo'ldi ekan. Yaqinma jim turishimiz kerak ekan. Bildinglarmi? Bildik. Maşallah. Endi so'zlashning odatlaridan ikkinchisi oz so'zlash. Oz so'zlash. Mana hadisni qaysini o'qib boqsizlar? Uyg'ursini o'qib boqinglar. Men o'qsam bo'ladimi? Haqiqatan Alloh taolo sizlar uchun 3 ishni yomon ko'radi. G'ayvat qilish, malni zoya qilish, ko'p savol so'rash. Maşallah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan, qaranglar. Innalloha kariha lakum thalathan. Haqiqatan Alloh taolo sizlar uchun 3 ishni yaxshi yomon ko'rdi. Qila va qala. Yani palonni debdi, palonni bunday debdi degan gaplar edi. Ma palonni bunday gapni angdim deb ashunday gaplarni qilish. Men buni sizlarga g'ayvat qilish deb bilan qisqat etdim. Yani acha tarjima qilib qo'ydim.
İkincisi idaatul mal, yani malını zayi qilib etish, isrofxo'rlik demekçi. Malını zayi qilib etish, isrofxo'rlik. Üçüncü iş nimeki Allah yaman ko'radigan kasratus sual, yani ko'p savol so'rash. Ko'p savol so'rash, bu mu Allah yaman ko'radigan bir ishlarning birisi. Mushu Baqara surasidagi Kalilning vaqaligini balkim bilishinglar mumkin. Bani İsrail'den bir kişi ölüp ketidi, şundan ölüp ketken ölüp ketidi. Yani bunu bir kişi öldürüp edidi. Şundan başkalar bu kişininki katilini tepiş için Musa Aleyhisselam'dan kaçıp keldi. Musa Aleyhisselam qanday qilish to'g'risida masala so'rab kelgan chog'da Musa Aleyhisselam Allah Taolodan yordam so'raydi. Allah Taolo nimaga buyurdi? Ular kalini bo'g'izlashga buyurdi. Bir kalini bo'g'izlab, anandan keyin shu kalininki bir partisi bilan o'likni urishni buyurdi. Şunlar Musa Aleyhisselam Allah'ın degini bo'yicha bir kalini deb bo'g'izlanlar deydi. Şunlar bular shu kalini rangi qanday deb so'raydi. U nimaga dehqonchilik ishlatgan kalimi yoki bo'lmasa sug'urish ishlatgan kalimi qanday kala deb so'raydi. Degandek bir-bir savollar so'raydi. So'ragandan keyin Alloh taolo uningga nimalarni, uning javobini beradi. Ya'ni shu vaqalik nuqbaqsanlar aniq tushunsizlar. Shunlar ular suallarni jiq so'rab ketganlikdan qanday bo'ladi? Kalini topolmay qoladi, tasli qiladi. Amniyatda bular savol so'ramay, darhol kalidan bir ikki bilan bo'g'izlasalar ish tugaydi. Yani Allah Taala shunday ko'p savol so'rashdi, jiq gap qilganlikni qattiq yaxshi ko'rmaydi. Yana bir hadisda bunday deydi, ko'p so'zlagan kishiningki qalbi qattiq bo'ladi deydi. Nəhayətən jiq gap qilgan odamninki qalbi qetib ketadi deydi. Qalbi qetib ketgan kishi qanday bo'lsa Allohga eng yiroq bo'lgan kishi bo'ladi deydi. Qalbi qetib ketgan kishi Allohga eng yiroq bo'lgan kishi deydi. Yani bizniki jiq gap qilishimiz nima gap bor ekan? Allohdan uzoqlashish qilib bor ekan. Allohdan yiroq turish qilib bor ekan. Buni bilib olinglar. Yani bunu belki appalarni anlaydigan bo'lishinglar mumkin. Az gap qilgan, jiq gap qilmagan, yoki bo'lmasa undaq qilayim qanday savol so'ramagan, undaq qilgan, bundaq qilgan deb so'zlashning adab bir to'g'riliq nurg'un gaplarni anglashinglar mumkin. Men sizlarga nima deyapman bugun? Allohning va Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning so'zi bilan deyapman. Bu faqat bizning opamizning gapi emas, bu kimning gapiga? Allohning so'zi ve Resulullah'ın sözü. Resulullah'ın sözü mü Allah'ın vahiysi bilen deyilgen sözler. Allah'ın buyruğu bilen deyilgen sözler hemisi. Bunlar biz qanday qilishimiz kerak? Amal qilishimiz kerak. Mesela amal qilgan vaqtimizda biz dunyo oxirat foydalimiz. Dunyoligimiz uchun foydali, oxiratligimiz uchun foydali. Boshqalar qarab boqaydi. Foydasiz gaplarni qilmaslik. Faydasız gaplarni qilmaslik. Bu to'g'risida Mu'minin surasining 3-oyati. Qaysini o'qib boqsizlar? Ben Aksan bulamda Muhammed Hayrullah. Muhammed bulamda. Naqol vallazina hum anil la'wi mu'riduna. Uyg'ursini o'qinglar. Ular faydasız söz ve işlerden yüz örgüçülerdir. Yaxşı maşallah. Allah Taala Mü'minin surasida müminlerin sıfatlarını sözlep etip, müminlerin sıfatlarının qatarida nimani degan desanglar, o müminler şundaq kişiler ki faydasız söz ve işlerden yüz örgüçülerdir. Yani özüge faydası olmaydigan, dunyolığı ve ahiretlik üçün hech qanday faydası olmaydigan gapni qilmaydi ve faydası olmaydigan ishlarni qilmaydi. Bu kişiler haqiqiy müminler deb müminlerin sıfatlarını bir sözlep bergan. Yani haqiqiy mümin bo'lsangiz faydasız gapni qilma ve faydasız ishni qilma demekçi. Mesela bizga bir gap qilasiz, gap birsin ish to'g'risida, o gap bizningki dunyoligimiz uchun, oxiratimiz uchun hech qanday foydasi olmasa, o gapni qilgan uning foydasi bo'lamdiki, ahamiyati bo'lamdiki, ahamiyat bo'lmaydi shundaqo. Undaq so'zni biz yiroq turishimiz kerak. Undaq so'zlar bizning ham vaqtimizga zoyi bo'ladi, hem o sözden keyin bir g'aybat shikoyat yoki bo'lmasa biz gunoh bo'ladigan boshqa bir so'zlar chiqib qolishi mumkin. Şunlaşqı biz faydasız ve söz ve işlerden yiroq turgan vaqtimizda Allohning roziligiga erishamiz.
Hem ona bakın dünyada dünyalık paydamız oynap bakaylı biz şu ayet boyunca haqiqiy müminler shunday foydasiz gaplarni qilmaydi, foydasiz ishlarni qilmaydi deb biz haqiqiy mümin bo'lish uchun shunday qilishni qilsak, bizning vaqtimiz qanday bo'ladi o'ylab beqinglar. Vaqtimiz butunlay foydali ishlar ustiga bo'ladi. Biz foydasiz ishlarni tark etsak, bizning qilgan ishlarimizning barakati bo'lamdi, barakati bo'ladi. Nurg'un yaxshi ishlarni qilishimiz mumkin. Nurg'un yaxshi ishlarni qilishimiz mumkin. Nurg'un muvaffaqiyatlarga erishishimiz mumkin. Nurg'un kishilarning oldiga o'tishimiz mumkin. Ya'ni boshqalar bizdan ulgu oladigan kishilardan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni Alloh taolo bu kimning so'zi? Allohning so'zi. Allohning so'zi. Ya'ni bu sizlar kichiklarga degan gap emas, cho'nglar buni alohida diqqat qilish kerak. Bizning turmushimizda hozir nurg'unlagan ishlarimiz bor. Bizga hech qanday foydasi yo'q. Foydasi yo'q bo'lgan, balki ziyna bo'lgan nurg'un ishlarni qilamiz. Shunlar vaqtimizni o'tkazib o'tamiz. Bu ishlar uchun biz uchun dunyo oxiratdek ziyonli bo'lgan ishlar. Shularga sizlar kichiklarda qanday qilishinglar kerak? Sizlar bo'lgan, sizlar bu darsni o'rgangandan keyin foydasiz bo'lmagan hech kimga foydasi bo'lmaydigan gaplarni qilmaslik, hech kimga foydasi bo'lmaydigan ishlarni qilmaslik kerak. Endi so'z qilishning yana bir odablaridan ochiq, dona so'zlash. Ochiq, dona so'zlash. Mana bu hadisning men Uyg'ursini o'qinglar, lekin men tushuntiray. Qaysini o'qib baqsizlar? Zulal o'qinglar. Rasulullah bir sözünü kılganda eğer sen seni makçı buldun sen öyle buladı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz qilgan vaqtida noyatmi ochiq so'zlaydi ekan. Yani başqalar tushunadigan darajada ochiq so'zlaydi ekan. Hamda dona yani aldırmay her bir so'zni birma-bir dona so'zlaydi ekan. Agarda Rasulullahning so'zini anglagan bir kishi Rasulullahning qancha so'z qilganligini sanamoqchi bo'lsa, sanay oladi ekan. Yani ashunchalik darajada qandaqki Rasulullahning so'zi noyatmi ochiq, dona so'zlaydi ekan. Hem başqalarga Rasulullah gap qilgan vaqtida ochiq, başqalar tushunolmaydigan dona qilishga buyurgan. Yani aldirab, başqalarning nima deyotganini bilgilolmaydigan darajada andaq gap qilmaslikni buyurgan. Tushundinglarmi? Qanday qilganmiz? Biz ochiq va dona so'zlashimiz kerak. Maşallah. Ochiq, başqalar tushunolmaydigan dona so'zlashimiz kerak. Maşallah. Endi muhim so'zlarni takror qilish. Bu so'zlashning adablaridan birisi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam söz qilgan vaqt uchun muhim so'zlarni 3 qatim takror qilgan. Takrorlaydi ekan. Takror deb birdi ekan. Uyg'ursini deb bo'ldim. Rasululloh so'zlaganda so'zini 3 qatim takrorlaydi deydi. Muhim so'zlarni 3 qatim takrorlaydi. Bu so'zlashning adablaridan qatoridan. Yani görüp bakaylı, söz degende avazını pes qilish. Bu Luqman surəsinin 19-cu bunun dalili. Qaysini oqib baqsizlar? Ben oqsam bulundu Anfal. Ben oqsam bulundu Anfal. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ Avazını pes qilgan haqiqatan avazlarning eng yomoni eshakning ovozidir. Maşallah. Qaranglar. Alloh taolo shunday yuqori ovozlarni nimaga o'xshatibdi? Eshakning hong'irishiga o'xshatib qarang. Eshakning ovoziga o'xshatibdi. Ya'ni ovozini pes qilgan. Haqiqatan ovozlarning eng yomoni eshakning ovozidir. Deb Alloh taolo bizga so'z qilgan vaqtimizda ovozimizni pes qilishni, vaqirmasligimizni aytgan. Ya'ni vaqirib, jaqirib gap qilish to'g'ri ishmikan? Hargiz to'g'ri ish emas. Ya'ni bugungi kunda
mesela dinni bilmaydigan gayri musulmon kishilarmi ovozni yuqoriga qo'yayotgan odam nima deydi? Madaniyatsiz deydi. Shundaqku, mesela avtobuslarda deyli, ommaviy so'rovlarda hammadan bir o'zini ishni qilyapsa, birisi kelib telefonni kelib vaqirab chaqirib, "Hey" deb gapirib ketsa, hammadan qarab qoldiganda shundami? Hammadan nimundoq adabsiz odam o deydi. Ya'ni Alloh taolo bizga adabni qachon o'rgatgan? Qur'on nozil qilgan vaqtida o'rgatgan. Ya'ni ovozingni past qilgin, bo'sh ovoz gap qilgan, boshqalar anglayoladi daraja gap qilsak bo'ladi ekan. Ondan yuqori ovozda vaqirab gapirsak bo'lamdi ekan, qat'iy bo'lmaydi ekan, ha? Bildinglarmi? Alloh taolo vaqirab gapirgan ovozni nimaga o'xshatibdi? Nimaga o'xshatibdi? Eshekning ovozi. Eshakning ovoziga o'xshatibdi, ha? Maşallah. Endi so'zlashdan burun salom berish. Bu so'zlashning odablaridan birisi. Ya'ni birisi gap qilishdan burun nima qildik ekanmiz? Avval salom berdik ekanmiz. Mana bu hadisning uyg'ursini qasinglar o'qitaqsizlar? Men aqida. Men aqsam bulamdi zalal. Aqidasiz o'qitaqmi? Kimiki selam beriştin burun söz kılsa icabet kılınmaydı. Maşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne depti? Men beda'a bil kelami qabla salami fala tujibuhu deydi. Kimiki salom berishdan ilgari so'zni boshlab so'z qilsa, onun sözü icabet kılınmaydı deydi. Yani qanday qilganmiz? Bir so'zni qilishdan burunchi salom berganmiz. Assalomu alaykum qarindoshlar deb anandan keyin so'z qilamiz. Masalan bir so'rovga berib qolsak. To'g'rimi yoki gapim? To'g'ri. Masalan, men sizlarga bir dars men deb kirib ishqasizlar assalomu alaykum demay, hech qanday salom bermay turiblar. Ha darsimizni boshlaylik, ha? Qaranglar deb so'zlab ketsam, gapimni anglamsizlar? Acaba yani hem Allah'ın çünkü bir aram buldu. Şundaqo, yani hiç kim başkasının gapini anlagısı kelmaydi. Yani icabet kılınmaydı benim sözüm. Bu Resulullah'ın sözü ya. Şoň arqana vaqtda so'zlashdan burun qanday qilamiz? Salom berib, ondan keyin so'zni boshlaymiz. Bildinglar, ha? Bildik. Yaxshi. Endi so'zlashning odablarining birisi 3 kişi bayada 2 kişi ayrım sözleşmezlik, yani pichirlashmaslik bu sözleşishning odablari. Bunu biz burun sözlep bo'lgandik, shundaqo. Yani 2 kişi bayada, mesela 3 kişi bayada, yani ondan ko'p kişi bayada 2 kişi bir yerga kelib olib kusur gap qilsa, to'g'ri bo'lamdi, to'g'ri bo'lmaydi. Yenidiki boshqalar deb o'ylab qolib bu kishi mening yomon gapimni qilatamdi, nima deb qalbiga gumon chiqib qoladi. Shunlashqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni alohida cheklagan. Bu yerda ayrım sözleşiş faqat kusurlashish emas, boshqa tilda sözleşish shunga chekirdi. Mesela maktabda deylik, sizlar savodoshlaringlar bor. Mesela o ingliz sözleşgan savodoshlaringlarning orasida ikki Uyg'ur bola kelib, yaninglarda boshqalar bilmasin deb Uyg'urcha gap aytsanglar, boshqalar nima deyotganda bu ikkisi deb sizlarga gumon bilan qaraydi. Bu ish to'g'rimi? Hargiz to'g'ri emas. Shunlashqa ko'p kishi bayada 2 kishininki bir yerga kelib ayrım kusurlashib bosh ovoz so'zlashishi yoki boshqalar bilmasin deb boshqa bir tilda so'zlashishi bu cheklangan bir ish. Bildinglarmi? Ya'ni bu adabsizlik. Bu adabsizlik. Hem Rasul sallallohu alayhi vasallam o'zining hadislari bilan buni cheklagan. Bilgan bo'lsanglar, keyin o'taylik. Çoğunlar yeni bir sözleşten adaplarının qatarıdan çoğunlar bayada sözünü ulağa beriş. Yani bir sorun var, sorunda çoğunlar mı var, küçükler mi var? Bu çağda çoğunlarga aval sözünü ötünü çoğunlarga berimiz. Çoğunlar gap qilish kerak. Yani çoğunlar bayada küçük balla bularning gapiga aralashib söz qilsa bo'lamdi, bo'lmaydi. Bu to'g'risi men sizlarga bir vaqaning so'zlab beray. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning bir majlisi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir sorunda Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah ibn Ömer'in bakkendik. Abdullah ibn Ömer o vaqtda kichik kendik. Yani onun Abdullah ibn Ömer kichik, yani onundan başqa Peygamber aleyhisselam ba, başqa çoğun sahabeler ba. Muşu sorunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sual soraptı.
Müminga o'xshaydigan bir daraxt bor, o daraxt qaysi deb so'ragan chaqda o'shada Abdullah ibn Umar xurma daraxti deb darhol ko'nglida o'ylabdi, lekin demabdi. Başqa sahabeler o daraxt debdi, bu daraxt debdi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam oxirida ya qanday ona xato qilib qoldi? O daraxt xurma daraxti deb Rasululloh o'zlab beribdi. Mishada Abdullah ibn Umarchu xurma daraxt kelgan darhol ko'ngli keltiribdi. Noytim bir aqlli bir bola, ammo lekin cho'nglar boyada gap qilmaslikdan iborat bir adabdan bilganlik uchun gap qilmay jim turibdi. Keyin o so'rinni ayrilgandan keyin dadasiga deb berdim. Men o daraxtning qo'limdan kelgan bilatdim, lekin boshqa cho'nglar boyada men ularni oldiga o'tib gap qilishni xohlamadim degandan keyin Umar radhiyallohu anhu noytim qo'shib ketgan. Ya'ni bu cho'nglar boyada kichiklarninki gapga aralashib, gapga qo'shiq solish to'g'rimikan? To'g'ri emas ekan, ha? To'g'ri emas ekan. Agarda cho'nglar kelib kichik bolalarga, "Ha, siz daqiqma" degan chaqda, so'rgan chaqda deyish-chi, annekin to'g'ri. Bildinglarmi? Bildik. Maşallah. Bildik. Shundan chiqib cho'nglar gaplashayotgan chaqda yeniga kelib, ularning gapiga aralashishimiz to'g'rimi? Hargiz to'g'ri emas, ha? Ondan keyingi adablarning qatoridan yaxshi o'ylanib, to'g'ri so'zni qilish. Yaxshi o'ylanib, to'g'ri so'zni qilish. Mana oyatning qaysini o'qib baqsizlar? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان etgan kişiler ittaqullaha yani Allah'tan qorqinglar va qulu qawlan sadida yani sizlar to'g'ri so'zni qilinglar. Bu Allohning bizga qilgan buyrug'i qaranglar. Yani Alloh taolo Qur'on Karimda iymon etgan kishilar Allohdan qo'rqinglar va to'g'ri so'zni qilinglar debdi. Bu to'g'ri so'z degan qanday so'z desanglar, Allohga va Allohning rasuliga yani hech qanday bir muxolif bo'lmagan, dinimizga muxolif bo'lmagan to'g'ri gaplar. To'g'ri gaplar. Shuna to'g'ri gaplarni qilinglar. Xato gapni qilmanglar. Xato gapni qilmanglar. Eng desa masalan biz bir oyatni demoqchi, yoki bir hadisni demoqchi bo'lsak, shu masalanga bir hadisni demoqchi bo'lsak, yo'q bir gapni qilib shu hadis desak bo'lamdi, hargiz bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Har qanday vaqt qilgan so'zimizchi dalili bilan to'g'ri bo'lish kerak. To'g'ri bo'lish kerak. Ya'ni har qanday bir gapni yana yaxshi o'ylanib qilishimiz kerak. Yaxshi o'ylanib qilishimiz kerak. Bu buniki hesabını berib olaymizmi, berib olmay qolamiz, ha? Başqalarning so'zini diqqat bilan anglash. Bumi so'zlashning adablarining qatoridan. Başqalar gap qilgan chaqda diqqat bilan ko'ngil qo'yib anglash bu bir adab. Endi-chi, so'zligichining yuziga oldini qilib turib anglash bu bir adab. Ya'ni masalan biz gap qilmoqchi bo'lsa, ashun oldini qilib turib deb gapini aytib ko'ngil qo'yib anglayotganligingizni bildirgan asosda anglashingizchi bu bir adab. Agarda biz gap qilyapsa, yancha o'tirib yoki kaynini qilib turib anglasak, bu adab bo'lamdikan, bu adabsizlik bo'ladi. Adabsizlik bo'ladi, ha? Tushundinglarmi? Tushundim. Yaxshi. Yaxshi, maşallah. Tushundik. So'zlashning adablaridan yana birisi başqalar söz qilayotganda so'zini uzib etmaslik. Başqalar söz qilayotgan chaqda so'zini uzib etmaslik bu bir adab. Uyg'urcha bir gap bor-ku, kimning belgili tepayotgan deb. Masalan, biz gap qilyapsa, yo'q gapdan birini kelib lamotirib tiqib qo'ysa-chu, boshqalarning gapi ham uzildi, ham deyotganlarimcha boshqalar unutib qoladi. Bu so'zni uzib etmaslik kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalarga hadis so'zlayotgan bir so'rinda, ya'ni bir so'rinda sahobalarga hadis so'zlab o'tibdi. Shu vaqtda bir a'robiy, bir yeziliq bir kishi kelib, Rasul sallallohu alayhi va sallamdan mata sa'a, ya'ni qiyomat qachon deb so'rabdi. Ya'ni munosibatsiz bir savolni so'rabdi-da, qiyomat qachon deb so'zni uzib etmoqchi bo'libdi. Shunda Rasul sallallohu alayhi va sallam o gapni anglabdi, lekin savoliga javob bermay, o'zining gapini davomlashtiraveribdi. Şeyde başqa sahabeler debdi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning gapini angladi, ammo lekin suolini yoqtirmadi.
Yoqtirmadi yani. Başqa o'zing gapini uzayotganligini Rasululloh yoqtirmay, shundan javob bermadi debdim. Yani Rasulullah'ın sözü, Rasulullah bu hadisini bilmez. Rasulullah'ın gap qilayotgan chaqda boshqalar uning so'zini bilaversa, yomon ko'ribdimi, yomon ko'ribdi. Shuning biz qanday qilamiz? Biz gap qilayotgan chaqda so'zni uzib etmaymiz. Gap qilib to'xtagan vaqtida anandan keyin gap qilamiz. Bildinglarmi? Bildinglarmi? Yaxshi. Masalan, darsxon deyli, masalan, biz zamonaviy dars bo'lsin, yo boshqa darslar bo'lsin, qanday bir dars bo'lsa, muallim dars o'zayotganida bir savolni so'ramoqchi bo'ldinglar. Qanday qilib, qanday so'raymiz? Muallim gapini tugatgan vaqtida. Muallim gapini tugatib, bir jumlasi oyoqlashib, ham savolinglar bormi deb so'raydi, yoki bo'lsa gap tugagan vaqtida anondan keyin gap qilsanglar to'g'ri bo'ladi. Ma'lumning gapini jumlaning beshini o'ttirib uzib etiblar. Voy ma'lum mundaqda deb gap qilsanglar bo'lamdi, gap qilmaydi. Bu bir adabsizlik bo'ladi, ha? Tushundinglarmi? Maşallah. Endi so'zlashning adablardan endi bilsin. Haqliq bo'lgan taqdirdimi jadallashni tark etish. Haqliq bo'lgan taqdirdimi jadallashni tark etish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Bir kishi haqliq bo'lgan taqdirdimi jadallashni tark etsa, Alloh taolo uningga jannatda bir qasr barpo qiladi degan. Qasr o'ylab baqing, oltindan bo'lgan bir qasr barpo qiladi degan. Biz haqliq turibmi, boshqalar bilan jadallashmasligimiz kerak. Bu jadallashish mayli diniy ishlarda bo'lsin, mayli boshqa turmush ishlarida bo'lsin, dunyoning qishlarida bo'lsin, jadallashishning oqibati qanday bo'ldi, hargiz yaxshi olmaydi. Jadallashib qolsak, o'rtamizdagi munosabat ta'sir etadi, albatta ta'sir etadi. Shuning bilan inoqsizlik kelib chiqadi, bo'lgunchilik kelib chiqadi. Undan keyin bir-birimizga o'shmanlik kelib chiqadi, oxirga borib dushmanlik berib ketadi. Shuningcha, har qanday vaqtda haqliq bo'lgan taqdirdami qanday qilamiz? Boshqalar bilan jadallashmaymiz. Yani bugungi musulmonlar dunyosida jadallashish, talash tortish qilish nihoyatda ko'p. Mush talash tortish bilan musulmonlar har xil qutblarga bo'linib ketayotgan, o'rtasida birlik bo'lmayotgan ahvollar nihoyatda jiq. Tushundinglarmi? Tushundik. Yaxshi. Endi yolg'on so'zlamaslik. Bu yolg'on so'zlash cho'ng gunohlarning qatoridan. Nihoyatda cho'ng gunohlarning qatoridan. Alloh taolo Tavba surasining 119-oyatida bunday degan. Qaysilar o'qibsizlar? Ben oqsam bulamdi Zilal. Hozir oldida Zilalning oldida bir so'zlar dedingmi? Kim u? Ben Hadice. Hadice o'qima. Yolg'on so'zlamak. Ya eyyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maşallah. Ey iman etgan kişiler Allah'tan qo'rqinglar va rasullardan bo'linglar degan. Alloh taolo bizga deb buyuribdi, iman etgan kishilarga Allah'tan qo'rqinglar va rasullardan bo'linglar degan. Rasullardan bo'linglar, yolg'on gap qilmanglar deb bizga buyurgan. Yine Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisida munofiqlikning alomati 4 degan. Qaysini o'qib baqsizlar? Ben oqsam bulamda. O'qiman. Cho'ng aytib beray. Bir, amanatga xiyonat qilish, ichki yolg'on so'zlash, 3, va'dasiga vafo qilmaslik, 4, urushib qolganda sat gap qilish. Yaxshi, maşallah. Yani munofiqlikning alomatlari 4 ga qarang. Birisi amonatga xiyonat qilish, ikkinchisi yolg'on so'zlash, üçüncüsü va'dasiga vafo qilmaslik yoki gapida turmaslik tushunsanlar bo'ladi. To'rtinchisi urushib qolgan chaqda sat gap qilish, bularchi munofiqlikning alomatlari deydi. Qarang, bu yolg'on so'zlash nihoyatda cho'ng bo'lgan bir masala. Nima gap bor edik bizni? Munofiqlik qilib boradi ekan, ha? Munofiqlar do'zaxningki eng tegi kirdigan kishilar. Allah eng yomon ko'radigan kishilar. So'z deganda qanaqa qildik ekanmiz? Yolg'on so'zlagan ekanmiz, rost gapni qilgan ekanmiz. Rost gapni. Maşallah. Belki yolg'on so'zlash to'g'risida boshqa ayrim bir dars qilishimiz mumkin. Bugun shunchalik so'zlab turaylik.
Yeni bir edeplerden birisi, anlayan geplerden hemmesini deyişten saklanish. Yani anlayan geplerden hemmesini başkalarına deyişten saklanish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nim depti? Mavu hadisden Uyg'ursini sana deb o'qib beqinglar. Qaysi o'qiyapsizlar? Men o'qiyman. Men anfal. Hal o'qib beqinglar. Uyg'ursimi? Bir kişinin anlaganligi sözünü dep yürüşü yalğançılığı üçün yeterlidir. Maşallah. Peygamber sallallahu depti, bir kişinin anlaganligi sözünü dep yürüşü yalğançılıkça yeterlik depti. Anlaganlık hepimizin hemen dep yürsek biz nima deydik, nima bo'lib ekanmiz, yolg'onchi bo'ldik ekanmiz. Yolg'onchi bo'ldik ekanmiz, ha? Qanday qilamiz gap qilgan chog'da o'ylanib turib, mush gapni desam to'g'ri bo'lamdi, xato bo'lamdi, oqibat qanday bo'ladi deb aytdim. O'ylanib turib, to'g'ri gapni qilishimiz kerak. Boshqalar andaq debdi, mundaq debdi deblar boshqaga desakchi biz yolg'onchi bo'lib qoladi ekanmiz, ha? Qur'on Karimda bir oyat bor. Bu oyatni yozmabdimi? Ya'ni bir fosiq kishi bir gapni ko'tarib kelsa, bir gapni deb kelsa, uni tekshirib beqinglar deb bir oyat bor. Tekshirib beqinglar. U gap uning gapi rasmi yo'qmi tekshirib beqib, anda hukm qilinglar deb bir oyat bor. Ya'ni fosiq kishidan qanday kishi, misol yolg'onchi kishilarmi fosiq kishilarmi? Mana bir kishi bir gapni ko'tarib keldi, falon mundaq da'vatudi deb ko'tarib kelgan chog'da, darhol uning ishonimizmi, ishonmaymiz, ha? Ishonmaymiz. Balki uningki tegitakni qandaq rastidimi, yolg'ondidimi degan bo'lsa qanday qiladi dedi, bilan qo'shilib qoldimi, gapga qo'shilib qolmadimi? Buning uchun tekshirib beqishimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda buyurgan buni. Bir fosiq bir gapni ko'tarib kelsa, uni tekshirib beqinglar deb Alloh taolo bizga buyurgan, ha? Shuningdek bir kishining degan gapini anglab va uni deyishimiz to'g'rimikan, yoki to'g'ri emaskan? Bu gap biz buni deyish bizni yolg'onchilik qilib berdi ekan. Endi yana adablardan birisi qilgan so'zga vafo qilish. Bir gapni degan bo'lsa, shu so'zimizning oqida turib, uni gapga vafo qilish uchun aytdim, cho'ng bir ish. Agar vafo qilmasak nima bo'ladi? Munofiqning alomatlaridan birisi bo'lib qoladi, ha? Qilgan gapimizga to'masak, vafo qilmasak, munofiqning alomati bo'lib qoladi. Masalan, bugun apanglarga falon ishni qilaman deb va'da berdinglar. Yoki o'zinglar dedinglar, men shunday qilaman, bu ishni zoda qilaman deb va'da berdinglar, lekin qilolmadinglar. Qilmasa qilamdi bo'lmaydi. Cho'qim gapimiz bo'yicha ashunga qilishga tirishishimiz kerak. Qilishga cho'qim tirishchilik ko'rsatishimiz kerak, ha? So'zligichining sirini saqlash. Bu adablarning qatoridan. Masalan, men sizlarga bir gapimni deb berdim. Mundaq ishlar bor. Mundaq ish bo'ldi, qarang deb peshinda o'tgan bir ishni deb berdim. Yoki bo'lmasa bir sirini deb berdim. Andan keyin boshqalarga demoqchi bo'lmamsa, ikkimiz o'tirib qolsin degan bo'lsam, siz boshqalarga davatsangiz bo'lamdiki, bo'lmaydi, ha? Bu boshqalarning gapi nima? Omonat. U bo'lsin bir omonat, ha? Omonat. Bu omonatga xiyonat qilganlik hisoblanadi. Boshqaning sirini saqlamaslik omonatga xiyonat qilish hisoblanadi, ha? Ondan keyin yomon satgaplarni qilmaslik. Bu to'g'risida nurg'un oyatlar, hadislar bor ekan. Ben bir hadisni keltirdim. Arabisini o'qib beray, Uyg'ursini o'qib beqinglar. Laysal mu'minu bit-ta'ani walal-la'ani walal-fahishi walal-badhi'i. Deydi. Rasul sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Uyg'ursini qasini o'qib beqsizlar. Ben oqsam bo'ladimi? O'g'il bola o'qib beqinglar. Ismingiz nima? Mustafa. Mustafa o'qinglar. Mu'min qusur tapgan lanat etilgan qo'pol ağzı bezirep olmaydı. Yaxshi, maşallah. Bu bir uzun bir hadisga, men bu hadisning oxirida shu munosabatga keldim keldim. Payg'ambar alayhisalom debdi, mu'min qusur topadigan bo'lmaydi, la'nat etadigan bo'lmaydi, qo'pol bo'lmaydi, og'iz bezab bo'lmaydi debdi. Agarda bir kishining qusur topadigan,
la'nat etadigan, qo'pol, og'iz bezab bo'lsa bu kishi mo'min bo'la olamdi ekan, mo'min bo'la olmaydi ekan. Mo'min bo'lamiz, nima bo'ldi? Jannatga kira olamdi, kirolmaydi, ha? Mo'min kishi faqat jannatga faqat mo'minlarla kiradi. Mo'minlarla kiradi. Qusur tepishgan qanday gap? Qaysilarni misol keltirib baqsizlar? Bir ish chiqarish degan gapmi? Ha, yaxshi. Masalan, men bir ishni qilgan bo'lsam, bir sana kelib ayağımda hop kaptı, ayağımda hop kaptı deb yo'qdi, yoki bir qusurlarni chiqarib, o'z chiqarishni ne qusur deb ishlaymiz. Qusur topadigan kishi bu ishni o'zi qilolmaydi. O'zi yaxshi qilolmaydi, qilgan odamning ishini yaratmaydi. Bir qusurlarni topadi. Bunaqa kishi mo'min bo'la olamdi ekan, mo'min bo'la olmaydi ekan, ha? La'nat etish qaranglar. La'nat etish degan qanday gap desanglar, masalan, bu o'lgur, bu o'lmaydigan. Yoki bo'lmasa Allah belanı versin ma, Türkler bekleydi Allah belanı versin deb. Allah balalarını versin. Yoki bo'lmasa unda olsun, bunda olsun deb müştaq alaqay. Naytmon, eg'ir gaplar bu. Bunday la'nat etishchi, bu cheklangan bir ish. Ya'ni mo'min boshqalarga la'nat etmaydi. Boshqalarni qog'oz deb tushunsanlar bo'ldi, qog'maydi. To'g'rimi? Qog'oz qat'iy bo'lgan ish emas. Andaki qo'pol gap qilish, og'zi bezab bo'lish. Og'zi bezab degani nima gap? Sat gaplarni qilish. Mo'minning og'zida sat gap bo'lmaydi. Og'zida hargiz boshqalar yoqtirmaydigan sat gaplar mo'minning og'zida bo'lmaydi. Qo'pol gap bo'lmaydi. Bularni qilish bizni gunohga boshlab borgan ishlar bu. Sat gap qilsak bo'lamdiki? O'sha kichik bolalarning ichida satga Bo'lmaydi. satga qilgan bolalar bor. O kichiklarni shuni kunab qolsanglar-chi, satga qilish, cho'ng bo'lgancha boshqa gapni qildigan bo'lib qoldi inson. Qo'pollikmi? Gap qilganda biz qanday qilishimiz kerak? Muloyimlik bilan gap qilishimiz kerak. Hattoki shu Qur'on Karimda Firavunni bilasizlar, Firavun ajoyib bir zolim bir kafir shunday qo'y Firavun. Firavunga mushu Alloh taolo Musa alayhisolamga bunday deb buyurgan. Firavunga chiroyliqcha nasihat qilgan degan. Ya'ni nasihatni chiroyli qilgan, qo'pollik qilmagan deb Alloh taolo mushu Firavunga ashunda qo'pollik qilmaslikka buyurgan. Ana o'ylab beqinglar, Firavundek bir zolimga, Firavundek bir kafirga Allah Taala qo'pollik qilishga, og'zini buzib gap qilishga, la'nat etishga buyurmagan ashuni cheklagan yerda biz boshqa insonlar qo'pollik qilsak bo'lamdi, hargiz bo'lmaydi. Biz boshqa insonlar qo'pollik qilsak hargiz bo'lmaydi, ha? Ondan keyin mushu qo'pollik degan chog'da bizning Uyg'ur millatining noyatimi ko'p tepilgan bir ish. O'y bilib bilmay qo'polga qilib qolamiz. Buni bek diqqat qilishimiz kerak. Kichik bolalar bu mushu og'zinglarni buzib tillash ishlarini qat'iy tashlashingiz kerak. Ya'ni boshqalarni tillash hargiz masalanga men birisini tilladim deylik, masalan men bu 4 deb tillagan bo'lsam, 4 degan og'iz mush set gaplarni qatoridagi bir gap, 4 deb tillagan bo'lsam, agar men tillagan kishi 4 bo'lmay qolib qolsa, uning 4ligi uchun menga yetib keladi. Menga qaytib keladi. Men o'tib qolaman o chog'da. Bu Payg'ambar alayhisolamning hadis deyilgan gap o'zim davomidan bu gapni, ha? Ya'ni bir sifatlarni tilladik. Agar bu kishida o sifat tepilmay qolib qolsa nima bo'ldi? O sifat tillagan kishiga yetib, tillagan kishiga qaytib bordi. Tillagan kishi ashta bo'lib qoladi. Hamda g'aybat qilmaslik. Bu g'aybat nihoyatda cho'ng bir tema. Bugun shu qisqa tushunib olsanglar bo'ldi. Buni ayrim dars qilishimiz mumkin. G'aybat qilish, ya'ni Alloh taoloning yomon ko'rgan ishlardan birisi. Bir mo'min, ya'ni bir mo'minning g'aybatini qilgan bo'lsa, g'aybat qilishdan gap oqidan gap qilish degan gap, ha? Oqidan gap qilgan bo'lsa, uning go'shini yegan bilan barobar bo'ladi. Ashuniki go'shini yegan bilan barobar bo'ladi. Nihoyatda cho'ng bir gunoh bir ish. Masalan bir kishiningki oqidan bir gapni qildi. Haqiqatan shu ish ashunda ba deylik, ash kishida ba. Bu ishning gapini qilgan bo'lsa, bu g'aybat bo'ladi. Agarda yana bir kishida yo'q bir ishni qil degan bo'lsa, qilmagan bir ishni onda qilib jumla deb yo'q bir gapni qilgan bo'lsa, u nima bo'ldi? O kishiga bo'lgan tuhmat bo'ladi. Tuhmat chaplaganlik bo'ladi. Ya'ni g'aybatmi gunoh, tuhmatmi gunoh? Hammasi cho'ng gunohlarning qatoridan.
G'aybat qilish qanday qish ekan bu? Qarindoshniki go'shtini yegan bilan barobar bo'lgan bir ish, ha? Keyin o'taylik. Suxanchilik qilish. Suxanchilik qilish. So'zimiz bilan bo'lgan gunohlarning birisi suxanchilik, ya'ni gap toshish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam la yadkhulul jannata nammamun debdi. Ya'ni suxanchi, gap toshig'ichi jannatga kirmaydi degan. Bu nihoyatda cho'ng bir ish qaranglar. Nihoyatda cho'ng bir ish. Agar suxanchilik qilsak, gap toshsakchi jannatga kirmaydi ekanmiz. Muslim rivoyat qilgan bir hadis ekan bu. La yadkhulul jannata nammamun deydi. Suxanchilik jannatga kirmaydi. Jannatga kirmasak biz bekchong ziyon topgan bo'lamiz. Shundaymi ya? Shundaymi? Dunyo oxiratda hamda eng bek ziyon topgan kishilar kim o? Jannatga kirmaydigan kishilar bo'ladi. Eng oxirgi mazmun kelgusi to'g'risida bir ishni so'zmoqchi bo'lganda inshaalloh deyish. Bu so'zlashninki adabdan birisi. Men etti plan ishni qilaman demoqchi bo'lsak, oldin nimani qo'shamiz? Inshaallohni qo'shamiz. Bu Kahf surasida Alloh taolo Qur'on Karimda bizga o'rgatgan bir ish. Undan boshqa bir biz musulmonlarningki shundoq inshaalloh o'xshash so'zlari bor. Masalan, mashalloh. Mashalloh degan so'zni qanday vaqt deymiz bilamiz? Mashallohni qanday vaqt deymiz? Bir yaxshi ish qilgan chog'da ashnaqa mashallah deymiz. Yaxshi. Yani yaxshi bir ishni ko'rgan chog'da, go'zal narsani ko'rgan vaqtda mashallah deymiz. Shunday bir kishi go'zal Qur'on o'qidi. Yoki yaxshi go'zal bir ishni qildi, go'zal narsani ko'rdi. Yoki Allohningki muzzimindagi nihoyatda go'zalliklarini ko'rdi. Ularni ko'rgan vaqtda deymiz mashallah deymiz. Subhanallohni qanday javob deymiz bolalar? Subhanallohni Biz hayron qolganda. Yaxshi. Hayron qolgan vaqtda subhanalloh deymiz. Shundami hayron qolgan vaqtimizda subhanalloh deymiz. Subhanalloh deymiz. La havla va la quvvata qanday vaqt deymiz bolalar? Biz azan vaqtida deymiz, hayya salat, hayya falah bo'lgan vaqtida biz la havla va la quvvata illa billah deymiz. Yaxshi. Ya'ni Allohga sig'ingan vaqtimizda, Allohdan yordam umid qilgan vaqtimiz uchun la havla va la quvva deymiz. Birsi achchig'imiz kelib turib qolsin deymiz bolalar. Achchig'imiz kelib turib qolgan chog'da Astagfirullah. Astagfirullah deymiz, mun deymiz. Astagfirullah. Payg'ambar alayhisalom deb o'rgatgan, achchig'i kelgan chog'da nima deyish o'rgatgan? Qaysinglar bilasizlar? Astagfirullah. Astagfirullah demaymiz. Astagfirullah degan Alloh taolo gunohini mag'firat qiladi. Boshqalar achchig'imiz kelib turgan vaqtda biz achchig'imiz besish uchun nima deymiz? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Mashallah. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deymiz. Shundan shaytonning vasvasasi bizdan ketdi, bizning achchig'imiz yanadi. O'rganib olinglar. Bir ishni boshlamoqchi bo'lgandan deymiz. Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Bular o'rganib olinglar. Bu mu'min musulmonning deydigan gaplari bu. Boshqa g'ayrimusulmonlarning gapini qo'llanishini nimani qo'llanamiz? Bizning Alloh taolo payg'ambar alayhisalom Alloh taolo o'rgatgan, Qur'onda deyilgan, payg'ambarimiz o'rgatgan bu so'zlarni desak eng yaxshi, ha? Mashallah, bilib oldinglar. Unda o'zbekning tasdiq bir şey kegchilik, ya'ni darsimiz yig'incha qilsak, Alloh taolo Qur'on Karimda, ya'ni yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bizga o'rgatgan islomni so'zlashning odatlari qaysi-qaysilar ekan? Yaxshi so'z qilish, shundami? Yaxshi so'z qilolmasakchi shuk turish. Oz so'zlash, foydasiz gapni qilmaslik, gap qilgan chog'da boshqalar tushunadigan ochiq, dona so'zlash, muhim so'zlarni takror deyish, so'zlagan chog'imizda ovozimizni past qilish, so'zlashdan burun salom berish, 3 kishi yoki bundan chiqqan kishi bayada 2 kishi ayrim so'zlashmaslik yoki ayrim tilda gaplashmaslik. Çoğunlar vayadichu, ularning oldiga o'tib olmaslik, so'zni ularga berish, gap qilgan chog'da yaxshi o'ylanib turib, to'g'ri so'zni qilish, xato gapni qilmaslik, boshqalarning so'zini diqqat bilan anglash, anglagan chog'da so'zlagan kishiniki yuziga oldini qilib turib turish, kaynini qilmaslik, boshqalarningki so'z qotgan vaqtda so'zni uzib etmaslik, haqli bo'lgan taqdirdami jadallashni tark etish.
Jidal majra qilmaslik, jadallashmaslik, tatalash qilishmaslik, yolg'on so'zlamaslik, anglagan gapning hammasini deyishdan saqlanish, qilgan so'ziga vafo qilish, gapini turish yoki so'zligichininki sirlarini saqlash, yomon sat gaplarni qilmaslik, buning ichidan qusur topmaslik, la'nat etmaslik, yoki buni deb tushunamiz, qag'maslik, qo'pol, og'zi bezab sat gaplarni qilmaslik, g'ayvat qilmaslik, suxanchilik qilmaslik degandek mazmunlarni o'rgandik. Undan boshqa kelgusi to'g'risida bir so'zlashib bo'lgan chog'cha inshaalloh deyish bularni so'zlashningki adablarning qatoridir. Bizning dinimiz nima degan go'zal his qiladinglarmi? Alloh taolo payg'ambar alayhissalom bizga hammani o'rgatgan. Mushu payg'ambarimizning so'zi bo'yicha qilgan vaqtimizda mayli so'z degan chog'dagi adablarga diqqat qilaylik, yoki bo'lmasa yemak-ichmakdagi adablarga diqqat qilaylik. Mushu islomdagi mushu adab axloq masalasiga diqqat qilgan vaqtimizda biz hammadan yaxshi ko'radigan adabli kishilardan bo'la olamiz. Sizlar kichik bolalarmisiz, amal qilib beqinglar, seni hammadan yaxshi ko'rdi. Voy, nima degan adabli bola bu, nima degan tarbiya ko'rgan bola bu debchi hammadan yaxshi ko'rdi. Allohmi yaxshi ko'rdi. Ya'ni bizning dunyoligimiz uchunmi, oxiratligimiz uchunmi nihoyatda foydali bo'lgan bir ishlar. Bundan keyin mushtaga amal qilishga tirishinglar. Bulamdi? Ma'qul bo'ladi. Darsni tushundinglarmi? Tushundik. Maşallah. So'ranglar bormi? Tushundik. Yo'q. Bor. So'rab beqinglar. Muallim siz dedingiz-ku, bir soat askili iliqi tili so'lmaydi, vaqa so'lmaydi dedingiz, lekin Xitoylarga tilisoq, haqmi, haq emasmi? Zolimning oldida qaranglar. Zolimning oldida zolimninki zulmini to'sish uchun gap qilish vojib. Undan o mazmun so'zni bilmaslik kam qolibdi darsimizning mazmuni. Ba'zi vaqtda biz tushuntirish to'g'ri keladi. Ba'zi vaqtda biz tushuntirsak bo'lmaydi. O tushuntirsak bo'lmaydigan vaqtdan birisi qaysi etsanglar, birisi zulm uchragan vaqtda, yoki o'zimiz zulm uchraganda, yoki bo'lmasa bir musulmon qarindoshimiz zulm uchragan vaqtda uningga gap qilmay jim tursak, biz gunohkor bo'lamiz. Aşı vaqtda zolimning zulmiga qarshi gap qilish vojib bo'lgan bir so'zlash bo'ladi. Vojib bo'lgan so'zlash bo'ladi. Xitoylar tilsak bo'lamdi? Albatta ularda ba'zi sifatlardan tilsak bo'ladi. Ularda ba'zi sifatlardan tilsak bo'ladi. Ma'qul. Ya'ni bu tilimiz kimga qaratilgan? Mo'min musulmon qarindoshlarimiz qaratilgan, ha? Ya'ni boshqalar mesela g'ayri musulmon bir kishinimi bizga hech qanday zulm qilmasin, bizga hech qanday yomonlik qilmasin tilsak bo'lmaydi. Faqat zolimga qarshi tilsak bo'ladi. Tushundinglarmi? Tushundim. Yaxshi. Yine so'ralinglar bormi? Yo'q. Maşallah. Bundan olsa ko'z o'ynanglar, ha?